Mayonez solib tayyorlanadigan keks haqida eshitganmisiz? Bayon va ishib chiqadigan shunaqangi keks retseptini shu video oxirigacha ko'rib olsangiz bo'ladi. Idishimizga 4 ta tuxumni solamiz. Ustidan 1 stakan shakarni ham solib, yaxshilab oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Ustidan xona haroratida turgan iliq sut, 2 osh qoshiq mayonez, eritilgan margarin va albatta oliy navli turon unlardan qo'shamiz. Ishi baland bo'lib chiqishi uchun albatta razrixlitilni qo'shib, yaxshilab mikser qilib ko'pirtirib olamiz. Mikseringiz bo'lmasa, oddiy venchikda ham qilsangiz bo'ladi. Tabga ko'ra yong'oq nachinkasiga qo'shib aralashtirdim. Endi qolpimizni yog'lab, massamizni sekin-astalik bilan sovolamiz. 3 marta xuddi shunaqa urib olishimiz kerak. Xohishga ko'ra yong'oqlarni sepib oldim. Ular ko'tarilib chiqishi uchun shunaqa cho'p yordamida orasini ochib, ozroq eritilgan sariyog' yoki margarinni orasiga shunaqa quyib yubordim va yana cho'p yordamida aralashtirdim. Bu o'rtasi pishib, yana ham ko'tarilib chiqishiga yordam beradi. Qarabsizki, 180 gradusda 40 daqiqada keksimiz tayyor. Shu retsept asosida tayyorlasangiz, ishi baland bo'lib, bittada o'xshab chiqadi. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.